Siz bu voqeani eshitganingizdan keyin qaysidir inson sizni turtib olsa, sal o'ylab turib, sal bilib bilmay gapirmasdan odamga o'xshab gaplashasiz degan umiddaman shu voqeani eshitganingizdan keyin. Qo'lim turgan Gentra'n bagaj. Shu bagajni menga shu Gentra'n shopirni o'zi sotib ketdilar va aka bitta voqea aytib beraman. Shuni podpischiklaringizga aytib bering, kimgadir manfaatli bo'ladi degan maqsadda aytib bering dedilar. Hop aka, qani gapirib beringchi dedim. Aytdilarki, bozorga tushdim. Bozorga tushdim, stankiga qo'yib ketdim. Va qaytib chiqsam, bagajim pachoq va banferim sinib yotibdi. Endi biz bolalar bilan tushdik va tepada bitta inson turibdilar, qarab Volgada. Va aytdilarki, Volgadagi aka, bo'ldi ukam, ustingga bor, men yangi olib beraman debdilar. Yonimga olganlarim siz yangi olib berma qilasiz. Buni radnoy oldirish kerak, aka. Radnoy $500-600 turadi deb aytishibdi. Men endi boshimga tushmagan Gentra'ni yangi olgan paytim edi. Men endi menga qizig'i yo'q, sepiladimi, qilib bersalar bo'ldi deb tursam, bolalar boshqacha temay tushyapti. Agarda bitta dona detalingga kraska tegsa, mashina narxi $1000 tushib ketadi ukam, aka, og'ayni deb aytdilar. Men cho'chib ketdim bu gapni eshitgandan keyin. Men bilmayman chunki dedim. Va radni olishga kelishdik va bo'lgan shopirga okaga aytsam, men bunaqa pul yo'q. Men kira qiladigan insonman, yuk tashiyman. Bir oyda qilib bera olsam kerak. Hozir bor pulim bir bo'lsa 1,2 million, 1,5 million so'm pulim bor. Uni ham uyimda turibdi, uyimni olib kelib beraman dedilar. Hop deb kutib turamiz, aka olib kelib bering. Kutib o'tirdik. Keldilar va o'g'illari bilan kelibdilar. Yurkam chetga qarab olgin deb men chetga oldilar. Shopir aka, Volgadagi aka. Ukam bu pul 1,350,000 so'm. Har kuni uyimga borganimda yoki kunora borganimda o'g'illarimga 20,000, 30,000 berib yig'ganman shu pulni. Bolalarim yig'gan. Nimaga? Chunki Hasan Husan o'g'illarim bor. Shularga veli olib beraman degan maqsadda yig'ilgan pul bu. Men hozir bolalarimni aldab olib chiqaman. Ishonmagani uchun shu Husani keldi. Shu amaking shu olib kelib beradi veli bir oyda deb turib olib kelganman. Iltimos sendan ukam. Shunday aytgan. Bir oydan keyin veliging keladi deb aytib qo'yib, ana yerda Hasan yig'layotibdi. Faqat noto'g'ri tushunmayman, aldamayapman. Alloh guvoh, shunaqa narsa bo'lyapti. Dedilar. Keyin mayli, aka, yuring, ketaman deb aytdim. Ana bolalarning ko'zida yosh. Keyin pulni oldim, o'tirdik, bolalar bilan ketyapmiz, shunaqa bo'ldi. Desam, bolalar aytishyaptiki, bunaqa mashinniklar ko'payib ketgan, hammaga ishonavermagin deb aytishdi. Aka, men namozxon bo'laman dedilar. 5 mahal namoz o'qiyman. Shundan keyin masjidga kirdim, masjid namoz o'qiyman, hayolimda o'sha bolaning yoshi, o'sha insonning gaplari. Uyga borib uxlayman desam, uxlolmayman. Qarchi, faqatgina o'sha odamni o'yladim. Ishga borsam ham, qayoqqa borsam ham Alloh qudrati bilan aka, ishonasizmi, ishonmaysizmi, tush ko'rdim. O'sha inson Volgasiga ikkita veli ortayotgan ekan, aka. O'shani ko'rib, xursand o'sha otani ko'rdim. Men soat 5 minut uxladim, uxlamadimmi? Shuni o'rnimdan turdim-da. Kech payt O'lekis kirib velichilarni qidirdim. Men hozir velini olib kelib shu yoqqa qo'yib qo'ymasam, men uxlolmayman, aka, deb menga gapirib beryaptilar. Veli zakaz qildirib olib keltirdim, aka. 100 ming olib keladigan, yo'l kirasi oladigan 300 ming oldim. Maylandim. Shu velini ko'rdim, darvozanga tushirdim, shu yerda o'tirdim, qarab. Chunki ana bolalarning ko'zidagi yosh men tasavvur qila olmayman, sizga shu masga tushuntirib bera olmayman, aka, debdi. Va ertasi kuni menga pasport berib ketdilar, eski pasport, bilsanglar orqasi propiska yozilgan bo'ladi. Uylariga topib bordim, propiska bo'yicha borsam, ukalar turar ekan. Ukalardan so'rasam, tinchlikmi dedilar? Yo'q, tinchlik, aka, yaxshiligi. Okazda kerak edilar, Volga minadigan desam, aka, past ko'chaga ko'chib ketganlar ular. Shu yoqqa tushaverasiz dedilar. Borsam, haqiqatan qiynalgan insonlar. Ertalab vohlikdan borganman. Damas zakaz qildirib, Damas orqasiga ikkita velini solib olib bordim, Yandexda. Borsam, endi mashinadan zavat qilayotgan ekanlar. Aka, ko'rmay cho'chib ketdilar. Ertalabdan borganimga, ukam, hali vaqt bo'lmadi-yu. Endi 3-4 kun bo'ldi-yu, dedilar. Quchoqlab yig'ladim shu insonni. Aka. Men birovning gapiga ishonmayman. O'zimni fikrim yo'q ekan, bir to'g'ri bola ekanman deb bordim. Ming bor uzr, aka, deb uzr so'rayapman. Ko'zimda yosh, ana Damas shopir menga hayron bo'lib qarayapti, nima bo'ldi, o'zi bo'ldi. Ikkita veli tushirdim. Bolalarni chaqiring. Bolalar yo'qsirab chiqishdi va
ularni baxtini ko'rib shunaqa xursand bo'lib ketdi. Masalaga bir oy dedim, mana 4 kunda olib kelib bera olmay beringlaring, davom aytdi. Sho'pir aka sho'kdilar. Endi bu gapni bekorda gapirmayapman, chunki men nima bo'lganini eshitdinglar. Bu kinodan yoki kitobdan olib berilayotgan narsa emas, bu o'zimizni hozirgi bo'layotgan hayotimizda bo'layotgan narsa. Ko'rsanglar bo'ladi, shu kentirib bagaj orqali bo'layotgan bitta voqea. Bu gap bilan nima demoqchiman? To'g'ri, sizni qimmat olgan mashinangiz bitta detalga kira sepilsa $1000, $2000 naqd tushib ketishi mumkin. Lekin o'sha sizni urib olgan insonni bitta holidan xabar olinglar-da. U oilasini rizqini sizlarning mashinangizga ishlatadi. To'g'ri, o'zining xatosi, to'ppa-to'g'ri. Men hech qanaqa muammo emas, o'zining xatosi bilan bo'lgan shu narsa. Lekin hech kim darvozasidan chiqayotganda bitta mashinani borib uray deb chiqmaydi-da. Yoki meni urib olishsin deb chiqmaydi. Sal sharoit tushunay. Men o'zim zapchast sohasida ishlaganim uchun bunaqa voqealarni juda ko'pini eshitaman. Iltimos sizlardan ozgina sal siz turib olgan odam bilan sal suhbatlashib, bir dilidan gaplashing. Borish bilan qilib tashlamaylik, iltimos. Shu gap. Oxirgacha ko'rganlarga katta rahmat deyman. Tam vayim ishlab olmaylar, tam buni ko'rdim.